Fir'avnlarda ham pasport bo'lganligini bilarmidingiz? Keling, qadimgi Misr tarixi bilan sizni hayron qoldiramiz. Mana sizga top-top qiziqarli fakt. Fir'avnlar birinchi pasport egasi bo'lishgan. Fir'avn Ramses II mumiyasi 1974-yilda Fransiyaga tekshirish uchun olib ketilgan. Uni olib borish uchun esa pasport rasmiylashtirishgan. Ba'zi fir'avnlarning mumiyolari 19-asrda shunchaki poyezd orqali boshqa shaharga ko'chirilgan. Hujjatlarda ularni konservalangan baliq sifatida belgilashgan. Qadimgi Misrda odamlar Sinet deb nomlangan misol o'yinini o'ynashgan. Bu o'yin shunchalik mashhur bo'lganki, fir'avnlar uni hatto o'zi bilan o'limdan keyingi hayotga ham olib ketishgan. Fir'avnlar moda ixlosmatlari bo'lgan. Qadimgi Misrda erkaklar ham, ayollar ham bo'yanishgan. Ularning ishonishicha, bu qizlarning yomon ruhlardan himoya qilgan. Har bir fir'avnning maxsus soqoli bo'lgan. Qadimgi Misrda fir'avnlar soqol qo'ymagan, lekin ular tantanali marosimlarda soxta oltin soqol taqishgan. Kleopatra misrlik bo'lmagan. Mashhur Kleopatra asli yunon bo'lgan va misrliklar kabi gapira olmagan, lekin u davlatni boshqarish uchun Misr madaniyatini yaxshi o'rgangan. Misr haqida yana qanday sirli faktlarni bilasiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.